Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Fatima Zahra onamizni sog'inib, Hazrati Alining xonadonlariga kiruvdilar. İmamı Hasan bilan İmamı Husanlar urushib, bir-birlari bilan orozlab o'tiribdilar. O Fatima Zahra onamiz bo'lsalar xafa bo'lib o'tiribdilar. "Ey qizim, nimaga xafa bo'lib o'tiribsiz?" dedilar. "Bu Imom Hasan, Imom Husanlarni qarang, nabiralaringiz bo'lib turib, urushib, hazillashib, janjallashib, bir-biridan orozlab turibdi. Nabiralaringizki shunchalik bir-biridan orozlagan bo'lsa, ummatlaringiz ahvoli nima bo'lar ekan? Shundan qo'rqib xafa bo'lib o'tiribman" deganlarida payg'ambarimiz Imom Hasan, Imom Husanga shunaqa bir nasihat qildilarki, yosh bo'lsalarda yig'lashdida. Yosh bo'lsalarda yig'lovdilar. Rasululloh suhbatni tugatdilarda, kim birinchi bo'lib kechirim so'rasa, o'sha jannatga birinchi bo'lib kiradilar. Ikkovlari ham tez turishibdi. Ikkinchi marta aytdilar, kim birinchi bo'lib kechirim so'rasa, o'sha